hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Sun'iy Emrahdan tartilgan rasmlar Xitoyning yangi yadro sınıqını kengaytayotganligini ko'rsatdi. Nikki Asiyaning 1 avgustdagi xabarda aytilishicha, Nikki Asiya qo'lga tushirgan Sun'iy Emrah tasviriy analiziga qaraganda, Xitoy atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi yadro qurollari ta'sisini kengaytmoqda ekan. Beijing çeyrek asr ilgari Sharq Turkistondagi portlatqich sinoqni to'xtatgan. Nikki nurg'ulg'an mutaxassislar bilan birga bu tasvirni tadqiq qilib, Beijingning yadro sinoq iqtidorini kuchlantirganligini aniqladi. Bu qurg'oq rayonidagi tog' bag'riga keng bir yopqich ochilgan bo'lib, bu atrofga yig'ilib qolgan yirik qayalarning ostiga sinoq uchun yangi bir 6 tunnelni yoshirin qo'llaganligining isboti. Yaqinda tok o'tkazish kabeli va yuqori portlatqich dori saqlashga ishlatiladigan aslahalar o'rnatildi. Yangi qurilishning o'rni Sun'iy Emrahning 450 kilometr ostidagi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining sharqiy janubidagi qurib ketgan tuz ko'li Lopnurda ekanligi bayqaldi. Nurg'ulg'an tahlilchilar maxfiy yadro sinoq rayonini Xalq ozodlik armiyasining kapolatga ega qilganligini aytdi. Amerika shaxsiy jug'rofiya shirkati All-Source Analysis'ning mutaxassisi bu rayonda Xitoyning har vaqt yadroga munosabatli sinoqlarni olib boralaydiganligini aytdi. Tədqiqatçı bu TV'nin sezgirligi sababidan ismini oshkorlashni xolamagan. Xitoy 21 asrning o'ttirlariga borganda Amerika bilan teng harbiy kuchga aylanishni nishon qiladi. Xitoyda 2 million 400 ming nafar harbiy xodim bor bo'lib, Amerikaga selishtirganda 1,5 cho'ng. Planliq tug'u siyosati va yosh avlodlarning xususiy egilikdagi jismoniy jihatdan talabchanligining tuvanligi sababidan yetarlik askar qabul qilishda kechikkan. Shi Jinping Xitoy Kompartiyasining Sharq, G'arb, Shimol va Janubni boshqaradiganligini aytdi. Bu uning ozodlik armiyani kontrol qiladiganligini bildirdi. Ammo Xitoyning harbiy sistemasi yanada chirik va nafsaniyatchi. Shi Jinping hukumati Xitoyni birlikka keltirishni o'ylashayotgan bo'lishi mumkin. U Tayvanni zo'rlik bilan elishni o'z ichiga oladi. Xitoy Lopnurda 5 qatim yer osti yadro sinoqi olib bordi. Eng oxirgisi 1996 olib berilgan. 6 tunnelning qazilganligi planlangan yangidan boshlanishining isboti. Xaridor taklif qilishga aloqador ba'zi paketlar bor. 4-oyda Xitoyning rasmiy sotilish tor bekati 10 radiatsiya dori signali, 12 qo'g'dash kiyimi va bir jarohat yeridagi dog'ni tekshirguchiga xaridor chaqirish e'lonini chiqardi. Bu ko'rinishda yadro va radiatsiya hodislarini jiddiy nazorat qilish turining bir qismi edi. Bu taklifnomani atalmish Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish atriti Xitoy Kompartiyasi qaramog'idagi yarim harbiy tashkilot tarqatgan. Gerçi atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida yadro elektr stansiyasi bo'lmasmi, ammo Xitoy 2022 yilni radioaktivlik nazorat qilish iqtidorini kuchaytirishning boshlanishi qilib bekitdi. Rayonda munosabatli uskunalarni sotib olishmi ko'paydi. Sun'iy Emrah 2020 yili oktyabrda Lopnurda yangi yer tuzlash faoliyatini bayqagan. Cho'ng kichik yuk mashinalari 2021 yili kelib ketib turgan. 6 tunnelning elektr ul aslahalari 2022 yilning oldingi yarmida yasalgan. 6-oyda portlatqich saqlash aslahalari bitgan. Bu taraqqiyotlar bilan birlikda atrofda radiatsiyaning kuchayishi bayqalgan. Yaqin atrofda yadro boshqariladigan bomba qo'yib berishga ishlatiladigan yangi yer osti aslahalari topilgan. Hitotsubashi universitetida Sharqiy Osiyo bexatarligi professori Nobumasa Akiyama bu balkim kichik tipdagi yadro qurollarini ishlatib, Amerikaning Tayvan bo'g'ziga aralashishini to'smoqchi. Agar Tayvan bo'g'zida jiddiy ahvol ko'rilsa, dengizni kontrol qilish albatta ochqishliq masala bo'ladi. Zarb berish iqtidori cheklik bo'lgan kichik tipdagi yadro qurollari Xitoyning Amerika havo matkasini kontrol qila oladi degan. Rossiya Ukrainadagi aerodrom va nupus ko'p rayonlarda kichik yadro qurollarini ishlatishga tahdid solgan. Amerikaning hozirga qadar bu yerdagi urushga bevosita aralashgani yo'q. Ba'zi tahlilchilar yadro o't kuchi ishlatish ehtimolining har qanday aralashishdan texmo ehtiyojli ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi Xitoy mumkin bo'lgan yangi yadro sinoqlariga tayyorlik qilish uchun Sharq Turkistondagi yadro sinoq aslahalarini kengaytiryotdi. 1964 yildan boshlab Sharq Turkistonda 800 ming odamning joniga zomin bo'lgan 46 qitimliq yadro sinoqi olib bordi. Eng oxirgi sinoq 1996 yili olib berilgan dedi. Xitoyning Yer shari vaqt tashviqot gazeti bu hafta korxona xo'jayinlari va boshqaruvchilar bilan olib berilgan suhbatni naql keltirib, Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunining ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistondagi Xitoy korxonalariga cho'ng zarba berganligini e'tirof qildi.
Breitbart торының 29 iyuldagi xabariga qaraganda, Xitoy tashviqotchilari oldi bilan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunini Sharq Turkiston mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni bo'g'ish uchun ozroq ish qildi deb masxir qildi. Yer shari vaqt gazeti yaqinda bu qonunning rayonda ishlab chiqarilgan har qanday narsaning qul emgiki bilan bulg'anganligiga qarata nurg'ulg'an faktlarga asosan Amerika shirkatlarining emas, boshqa erkin davlatlardagi savdogarlarning Sharq Turkistondagi mahsulotlarni import qilishiga cheklama qo'yganligini e'tirof qildi. Xitoy davlat ranglik paxta zavodining boshlig'i Liu Haifeng chorshanba kuni e'lon qilgan maqolasida davlat boshqarishidagi yer shari vaqt gazetining ziyoratini qabul qilganda bu qonunning Xinjiang paxtasiga zo'r zarba berganligini aytdi. Xitoydagi paxtaning taxminan 90%, dunyodagi paxtaning 20% Sharq Turkistonda ishlab chiqariladi. Times gazetining xabariga qaraganda, Sharq Turkistondagi qulluqni ilgari suradigan Xitoy hukumat kasbining yemirilishimi hokimiyatni qo'llaydigan shirkatlarni ta'minlash zanjirini Xitoydan Laos va Vyetnamga yo'tkab, texnik ko'p savdo qilishni o'ylashga yetaklayotdi. Times gazeti chet el bozorida setish torining kamchiligi sababidan bu planning muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoydagi bir qator alomatlarning yangisi bo'lgan Uyg'ur majburiy emgikining oldini olish qonunining faqat Sharq Turkistonni nishonlagan bo'lishiga qaramay, Xitoy sanoatiga zo'r ziyon solganligi Amerikalik eksport qiluvchilar va dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning allaqachon Sharq Turkistondan kelgan zakosni turkumlab bekor qilishiga boshlab, bu qonunning yo'lga qo'yilishiga tayyorlik qilayotganligini aytdi. Janubiy Xitoy Atiganlik pochta gazetining xabar qilishicha, bir oyga yetmagan vaqt ichida Xitoy davlatlik paxta zapisi shirkati rayondagi ishlab chiqaruvchilar duch kelgan zo'r ziyonni azaytish uchun Sharq Turkistondan 500 ming tonna paxta sotib olishga tayyorlik qilgan. Hong Kong gazetining xabariga qaraganda, bu qonun ombordagi mollarning sotilmay zo'r miqdorda yig'ilib qolishini keltirib chiqargan. Mayning oxirigacha 3 million 300 ming tonna paxta omborda besilib qolgan. Amerika Avam palatasining boshlig'i Nancy Pelosi dushanba kuni ertaganda Singapurga yetib kelib, Osiyo sayohatini boshladi. Tayvanda yuz berish ehtimolligi bo'lgan savollar Beijing bilan bo'lgan jiddiylikni kuchaytirdi. High Plains Public torining 1 avgustdagi xabariga qaraganda, ahvoldan xabardor bir kishi Pelosi va uning vakillar uyumining tong etishdan burun shaharga qo'nganligini dalilladi. Ularga tarixchilarga tafsilotlarni e'lon qilish huquqi berilmadi. Singapur Diplomatiya Ministerligining bayonotchisi Pelosi Singapur prezidenti Halima Yaqub va bosh ministr Lee Hsien Loongni chaqirib, bir qancha kabinet ministrlari bilan ko'rishish kerak dedi. Uning yana Singapurdagi Amerika savdo uyushmasi bilan kokteyl kutib olish yig'iniga qatnashadiganligi mo'ljallanmoqda. U qattiq muhofazat ichida bo'lganlikdan axborot vositalari uni ziyorat qila olmadi. Pelosi hafta oxiridagi bayonotida yana Malayziya, Koreya va Yaponiyani ziyorat qilib, savdo, Xitoy virusi, klimat o'zgarishi, bexatarlik va demokratik boshqarishni muzokara qiladiganligini aytdi. Tayvanni ziyorat qilishi mumkinligi to'g'risidagi xabarlarni dalillay olmadi. Shi Jinping oldingi hafta Jo Baydenga Beijingning Orol bilan bo'lgan aloqasiga aralashmasligini ogohlantirdi. Bayden hukumati Beijingga zarba berishning hech qanday asosining yo'qligini, agar bu xil ziyorat yuz bersa, Amerikaning siyosatida hech qanday o'zgarish bo'lmaydiganligini bildirishga urindi. Amerika 1979 yili Tayvay bilan bo'lgan diplomatik munosabatni oxirlashtirib, Beijing bilan diplomatik munosabat o'rnatgan. Ammo Tayvan bilan rasmiy munosabatini saqlagan. Washington federativ qonun tarafidan belgilangan Tayvanning o'zini qo'g'dash imkoniyatiga ahamiyat berish majburiyatiga ega. Pelosi uzundan buyon Xitoyning kishilik huquq masalasiga jang e'lon qilib kelayotgan bo'lib, bu yilning boshida Tayvanni ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Mustaqillikni hukmron sinf mangu bermaydi. Mustaqillik izilgüchi sinf tarafidan bedel to'lab elinadi. Martin Luther King. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rgan uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.